Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurat Uyg'ur Elsoy yozgan Apamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Endi bugun o'qiydigan temamiz milliy manfaat va qarindoshlik. Kitobimdagi mazmunlar xiyollarimga o'xshashla vaqt va makon halqagan holda davom qilmoqda. Endi 2019-yildan yana 2018-yilga qaytib kelsam, erkinlik karvoni faoliyatini davom qilish uchun Shvetsiyadan qitilgan turpanliq akam bilan Berlinga yetib keldik. Berlinga kelib Dunyo Uyg'ur qurultiyining yoshlar hay'ati G'ayur bilan ko'rishdik. Berlindagi faoliyatni G'ayur o'rinlashtirgan edi. Germaniyada Uyg'urlar ko'p bo'lsa-mu, ammo siyosiy poytaxti bo'lgan Berlinda Uyg'urlardan barmoq bilan sanig'ideklar bir qancha odam yashaydi ekan. G'ayur o'rinlashtirgan mehmonxonada aram ilib, ertasi namoyishga bormoqchi bo'ldik. Assalomu alaykum, Xalmuratmisiz? deb so'radi biri telefonni ilishimga. Talaffuzdan qayerlik ishkanligini bilolmagaydim. Balkim Xitoychada o'qigan Uyg'ur bo'lsa kerak, degan gumon kallamga kelib turishdiga. Meni siz yordamlashib film ishlayotganlar tunishtirdi. Uning bilan ko'rishgaydim. Sizning gapingizni deyishib, uning sizni tunuydiganligini, sizlarning billa ishlayotganliginglarni aytdi, dedi men bilan hamkorlashib, bir turda ishlayotgan bir Yevropalik ayolning ismini chiqarib. Telefon numarimni onundan alganligini aytib, o'zining Berlinda yashaydiganligini, men bilan ko'rishkisi borligini aytdi. Ertasi namoyishdan keyin namoyish qilgan maydonning yanidagi choyxonada uchrashib uzoq mo'ngdashdik. Uning din tarqatquchi yoki emasligini bilish uchun men tunuydigan, bizning vatanda uzun yil turgan din tarqatquchilarni tunuydigan yoki tunimaydiganligini so'rishtira qildim. U tunimaydiganligini, o'zining hech qanday bir diniy jamoat bilan aloqasi yo'qligini aytib, o'zining Uyg'urlarga bo'lgan do'stlik hissiyotini va Uyg'ur do'stlari haqidagi hikoyalarni aytib berdi. Bu insonshunoslik ilmida doktorlik unvoni olgan, Germaniyada cho'ng bo'lgan Daniyalik yigitni keyin Fransiyalik bir Uyg'ur apandimning uyida ustiga doppa va to'n kiygan holda Uyg'urcha so'zlab chiqargan videosini ishlab, men Facebookka chiqargandan keyin Uyg'urlar orasida bo'libmi Istanbulda Yusufjon ismi bilan tunilib ketgan edi. Keyin uning bilan billa ko'p mo'ngdashdik. U Uyg'urlarga o'zining qo'lidan keladigan mumkinchiliklar bilan un-tunsiz yordamda bo'layotganlarning biri edi. Berlinda bu do'stim bilan tanishish eng cho'ng natijalarning biri bo'lgan bo'lsa, yana bir yo'qotish Berlindagi namoyishda yonimda ilib yurgan kompyuterimning yutib ketishi bo'ldi. Uning ichida 2017-yildan buyangi yiqqan geologiyalik o'rinlarning kodlari, sun'iy hamroh suratlari va ulardan boshqa Janvaga va Bryusselda topshirmoqchi bo'lgan yozma materiallar bor edi. Xalmurat, tuyuqsizda Uyg'urcha bilgan chet elliklar jiqlab ketdi-ku, deb o'zining gumonini isbotlaydigan analizlarni boshlaydi kishilar. Yevropa bilan Amerikaning bizga qarta maxfiy planlari bor o'xshamamdi, deb gumonini o'zlari orzu qilgan shundaq rivoyat tusini olgan yordamlarning kelishi oldida turganligiga ishorat qilishatdi. Rostini deganda menmu shundaq tushlarda yashab boqqan, shundaq orzularda qandaqdir yordamlarning kelib qilishini o'ylab boqqan edim. Reallik undaq umidlardan meni seskandirib uyg'otganda, o'zimizning realligiga qarab sinib qolgan vaqtlarimi bo'lgan edi. 2018-yilning eng oxirgi kunlari Turkiyaga u yerdagi savdogarlarning taklifi bilan bordim. Ularning qanday xiyollarining borligini bilmaydim. Ulardan biri: Xalmurat, qarsam siz amni ish qildikansiz. Shunga siz bilan hamkorlashib bir ish qilayli. Bir ish qilg'il bo'ldikan deb o'yladim, dedi. Keyin men bilan do'st bo'lib qolgan savdogar Uyg'ur. Sizningcha qanday ishlarni qilishimiz lozim? deb so'z boshladi. Men bilan Anqaradagi bir mehmonxonada uzoq mo'ngdashish uchun kelgan do'stim. Meni unchalik narsani oldin bilishim notayin, ammo hozirgi ahvollarni o'zimiz bilgan uchurlarni bir yerga yig'ib analiz qilsak, mencha nima qilish kerakligini bilalaymiz, deb javob berdim. Birlikda menga qaturishga uni taklif qilib,
Biz bir kecha uxlamasdan o'zimiz yiqqan barliq uchurlarni yezib, rətlab chiqqandan keyin ikkinchi kuni uni analiz qilib, Xitoy hokimiyatining qandaq yiqilishiga oid va Xitoyning qo'lining chet ellardagi Uyg'urlarga qandaq so'zlishi haqida bir qancha turlik farazlarni o'ttiriga qo'ydik. Va o'zimizning uningga qandaq taqobil tura oladiganligimizni analiz qilish uchun o'zimizda bor bo'lgan manbalarni tizib analiz qildik. Ularning biri chet ellardagi Uyg'ur sarxillariga Xitoyning qo'l so'zishi bo'lsa, yana biri o'zi bilan diplomatik munosabati quyuq bo'lgan Uyg'urlar jamoati ko'p o'ltiraqlashgan davlatlar orqali u yerda yashayotgan Uyg'urlardan bir qismini turli yo'llar bilan qaytarib kelib, vatandagi xalqimizning yuragini ezishga ishiltish mumkinchiligini faraz qilishga edik. Sarxillar deganimiz ilim-fan, diniy soha va tijorat sohasidagi kishilarni ko'zda tutib, shu vaqtda Xitoy bilan qaysi davlatlarning orasida adliya va sud sohasida hamkorlik va jinoyatchilarni qaytarish kelishimlari imzolanganligini aniqlab cho'chib ketgan. Shuningga munosabatli kishilar bilan aloqalashgan edik. Undaqda biz bir jiddiy ahvol guruhi tashkillashimiz, jiddiy ahvolga taqobil turish mexanizmi shakllantirishimiz lozimkan degan o'rtaq qarashga kelib, uni tushundiradigan PPT jadvali tuzib, uni shuningga munosabatli kishilarga tushundirmoqchi bo'ldik. Xalmurod, Uyg'ur savdogarlar birlashib mablag' yig'adigan, shu iqtisod bilan guruhimizning harakatini boshlaydigan bo'ldik, degan xo'sh xabarni menga yetkazdi savdogar do'stim. Uning hayajonda qilmoqchi bo'lgan ishlarimizning tafsilotining tayyorligiga tushishga boshladik. Uning bilan ko'p kishilarning xo'shi yo'q, ammo uni agar Xitoyga qaytarib bersa, demak, boshqalarning ahvoli chatoq, dedi vatanda dangliq oshxona ochgan bir Uyg'ur savdogarning tutilib qolganlik xabarini va mening Yevropadagi ba'zi kishilar bilan bo'lgan munosabatimni bilgandan keyin mening ular bilan ko'rishib, masalani anglitib beqishimni aytib. Jiddiy ahvollarning ichida qilish kerak bo'lgan tunji vazifani ijro qilish uchun $2000 naqd pul bilan Yevropaga yo'lga chiqdim. Men ko'rishmoqchi bo'lgan kishi darhol ko'rishish mumkinchiligini rad qilgan bo'lsa-mu, uning bilan hech bo'lmaganda qahva orliqida ko'rishish talabimni rad qilmay, men bilan ko'rishib qisqa qilib tayyorlagan materialni elib ketdi. Yana bir xodim ta'tilda bo'lg'achqa, uning bilan ko'rishish uchun poyezd bilan u ta'til qilayotgan yeziga berib, uning va oilasidagilarning sug'oq chiroyiga daxil bo'lib, bir qancha soat ahvolning jiddiyligini tushundirgandan keyin qo'limdagi materialni ilib qilib, meni poyezd stansiyasiga olib tashlab qo'ydi. Ikkinchi bir Yevropa davlatiga berib, u yerning tashqi ishlar ministrligiga ishlaydigan, ilgari bir qitim ko'rishgan kishi bilan yarim soat ko'rishgandan keyin yana poyezd bilan yana bir Yevropa davlatiga berib, u yerda men shu vaqtlarda birlikda Yoshlar Federatsiyasi qurish planini qilishayotgan bir Uyg'ur yosh bilan ko'rishib, qahva ichgandan keyin aeroplan bilan Finlandiyaga qaytdim. Xalmurod, ishlar biz o'ylagandek bo'lmadi. Ular degan va'dasida turmadi. Men boshqalarga xeyli tushuntirib baxtim, ammo ular masalaning ahamiyatini toza tushunmagandek qiladi, dedi telefonda planimizni ijro qilish mumkinchiligining asosiy bo'lgan iqtisodni hal qilmoqchi bo'lgan do'stim. Bilmadim, qanday tushuntirish kerak. Hozir ahvol normalda qilgan bilan 1 yil ichida ahvolda zo'r o'zgarish bo'lishi mumkin, dedim uning askartib. Ammo u menga ko'rishgan kishilarning bizning undaq bir vazifani ijro qilishga bo'lgan ishonchning tuvanligi, u ishlarning ehtimolligining va undaq bir vaziyatning shakllanishining mumkinsizligi haqidagi o'ylarini o'ttirga qo'yganligini aytganligini aytib, ilojsiz qolganligini izhor qildi. Qaramoqqa uning o'ziningmi uncha ishonchisi yo'qdek qiladi. Uni tushunatdim. Chunki uning qo'lidami texcha Xitoy pasporti bor edi. Umu o'zining bexatarligini, o'z oilasining omonligini o'ylaydi. Qandaq ishlarning ahamiyati bor ekan, qandaq ishlarni qilishimizni talab qildi ekan, deb so'radim uningdan. U menga tanqisliqda qolgan talaffuzda kulib turib, bizga yordam qildiganlar cho'qim hamma narsani hal qilib berdi, deb o'ylaydi ekan. Agar rost shundoq bo'lsa, cho'ng ishlarni qila oladigan bo'lsak, undaqda Amerika bilan deyishib, ularning O'zbekistonga bisim qilib, O'zbekistonning ismini Uyg'uristonga o'zgartirishni da'vatidi, dedi.
Bu gapni anlab o'zimni qo'yadigan yer topolmay qoldim. Ajiba, ularning tafakkuri rostida shunchalik saviyadimidu? Yoki no'ch bo'lsang shundoq ishlarni qilg'in deganmidu? degan savol meni qiynab qo'ygan edi. Shundan keyin ular bilan bir ish qilish mumkinchiligidan voz kechib, u planni o'z oldimga ijro qilishga boshladim. Men Yevropadagi ikki xodim bilan ko'rishgandan keyin 2 hafta o'tib, heliqi savdogar noma'lum sabablar bilan qo'yib etildi. Bir tor yozuvchisi u natijaning o'zining tirishchanligidan kelganligini jakarlab olqishga erishishga boshladi. Uningga jamoatga qatilib chavoq chilib barakalloh aytgandan keyin yolg'iz harakatimni davomlashtirdim. 2019-yili yozda u davlatdagi shu qitim birlikda ishlashga va'da qilgan kishilarning bir qismi shu davlatning garajdonligiga o'tganligini angladim. Shuning bilan bir vaqtda kishilarning ko'chmanlar idorasidan chegaradan chiqish qarorini topshirib olganlik xabari kelishga boshladi. Bu ba'zi kishilarning tavakkul qilib Yevropa va Amerikaga qaytishini va ba'zi fojialarni keltirib chiqargan edi. Amerika elchixonasi, Yevropa ittifoqining xodimlari va Uyg'urlarning do'stlari ularni qutqizish uchun xabar olgan hamon o'zining aloqa doirasidan foydalanib, ularni qutqizish harakatiga o'tdi. Ammo undaq tavakkullar ko'payishi mumkin. Buni hal qilish uchun u davlatdagi Uyg'urlarga viza berishni osonlashtirishni qo'lga keltirish bilan birga, u davlatning Uyg'urlarni 3-bir davlatning garajdoni degan nomda vositalik Xitoyga qaytarishi qilmishini oshkorlash, buning uchun isbot to'plash bilan birga shu davlatda turishliq davlatlarning elchilari bilan ko'rishish kerak edi. Xolmurod, siz degan ahvollar rost jiddiy ekan. Siz degan ma'lumotlar va materiallarni ko'rdim. Siz degan hal qilish chorasini va loyihasini o'qib chiqdim. Ammo biz u davlat bilan diplomatik munosabatda yana bir jiddiylikning chiqishini xohlamaymiz, dedi amerikalik diplomat uningga bo'layotgan ahvollarni tunishtirib, ularning yordamini qo'lga keltirish uchun ko'rishkili borganimda. Rahmat sizga, ammo ular sizlarning ittifoqdishinglar. Bundaq bir xatolikni o'tkazishi bek xatarlik ish. Bu Uyg'urlarning u yerdagi bexatarlik bilan bevosita munosabatlik. U yerdagi Uyg'urlarning ahvoli haqida yozgan doklatimni ko'rdingiz. Ularning nurg'unning o'ltirish masalasi, ishlash ruxsati masalasi hal qilinmagan. Men sizga degan kishilarning davolanishga ehtiyoji bor. Ularning masalasini hal qilish kerak. Yahudilar qirg'in qilinayotganda diplomatlar orasida shundoq diplomatik qarshiliklar bo'lgan ekan. Yahudilarga hatto pasport berib, ularning bexatar yerlarga ketishiga yo'l ichib berilibdi ekan. 4-iyun o'quvchilar harakati bo'lgandimi, nurg'un Xitoy o'quvchilariga shundoq yordam qilinibdi ekan. Ba'zi davlatlar hatto ularga bevosita vatandoshlik beribdi ekan. Uyg'urlarning ahvoli nihoyat xatarlik. Sizga degan u kishilarning qaytarilganligi, men sizga tizimni bergan bu kishilarning chegaradan chiqish qarorini ko'chmanlar idorasidan topshirib ilinishi bir xatarlik signal. Muhojiratdagi Uyg'urlarmi yordamga muhtoj, dedim uningga sal hayajonda. Uning nima deydiganligini biletdim, chunki uningdek diplomatlar bilan ko'p ko'rishgan. Ularning Uyg'urlarga yordam qilishni qo'lga keltirish uchun, ular bilan ko'rish uchun diniy e'tiqodiy, irqiy va qayerda tug'ilganligidek ahvollarni oldin egallab, deyishdigan gaplarni oldin tepib tayyorlik qilatdim. Ammo elchixonada ishlaydigan xodimlarning shaxsiy uchurlari oshkorlanmaydiganligi uchun doim tayyorliksiz holatda bo'lib qolatdim. Keyincha munosabat doiramning kengayishiga ergishib, undaq uchurlarni meni tunishtirgan diplomatlar o'zlari deb beradigan bo'ldi. Xolmurod, sizning jiddiylashayotganligingizni bilaman. Sizning millatingizning qanday bir holatda ekanligini yaxshi bilamiz. Ammo biz bu ishga bevosita orisha olmaymiz. Sizga shaxsiy yordamim sifatida u davlatning poytaxtidagi bir qancha davlatning elchilari bilan tunishtirib qo'ya olishim mumkin, dedi u mening jiddiylashganligimni his qilib. Ishning rostilla jiddiyligini bilgandek. Uning yordamida u davlatning poytaxtidagi 5 davlatning elchixonasining xodimlari bilan bir rasmiy so'rovlarda ko'rishishga putishib, u davlatga safarimni boshladim. Ammo u davlatning istixborot xodimlarining diqqatini tortib qo'ymaslik uchun u yerga shu davlatdagi bir cho'ng Uyg'ur tashkilotining o'rlashtirgan cho'ng faoliyatiga qatnashish bahonasida berishni qaror qildim. U davlatga yetib borganimda, mendan hech cho'ng bo'lsa-mu birodar deyishdigan bir aka-og'inam aeroportga olg'il chiqdi.
U kishining udul so'zligini yoqtiratdim. Ko'nglimda akamdek hurmatlaydigan, ammo aka deb chaqirmaydigan bu aka do'stimning uyiga borgandan keyin heliqi savdogar do'stim men bilan ko'rishgili keldi. Ular mening nima uchun kelganligimni so'radi. Ammo ularga nima uchun kelganligimni u vaqtda aniq deyolmaydim. Uyg'urning ishini qilish ba'zida xuddi josuslik kinolarga o'xshab qoladi. Ba'zida o'zimning qandoq bo'lib bundoq bir hayotga kirib qolganligimni bilmay qolaman. Qancha qitimlab, qancha davlatning shundoq istixborot xodimlari bilan ochiq va yushurun ko'rishib baqdim. Ular mening nima qilayotganligim, bexatar his qilayotgan yoki emasligim haqida savollarni so'ragandan keyin o'z davlatidagi Uyg'urlardan bexatarlik xavfi kelish mumkinchiliklarini so'rab qoladi. Bundaq savollarga yo'liqqanda shundoq bearam bo'lib ketatdim. Chunki Uyg'urning dardi o'ziga yetib oshadi. Uyg'urning boshqalarning siyosiy o'yinlariga unda qurbon bo'lishini, shu sababdan Uyg'urning ittifoqdosh bo'lishi mumkin bo'lganlar orasida ishonchsiz bo'lib qolishdan andisha qilatdim. Ular bizning emas, balki o'z davlatining milliy manfaatini qo'g'dash uchun har qanday xatarga yuzlanishga tayyor kishilar edi. Ularni ko'rib havasim keladi. Uyg'urning davlati bo'lgan bo'lsa, Uyg'urning milliy manfaati uchunmi shunday kasbiy xodimlari bo'lgan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi, ha? Bu xiyolimni hatto ba'zi kishilarga ishkilanmay izhor qilgan vaqtlarimi bo'lgan edi. Efendim, bizning mas'alamizning ilgari bosmasligidagi eng cho'ng sabablarning biri Uyg'urlarda bexatarlik tuyg'usi kamchil. Aramızga so'zilgan Xitoyning qo'lini kesib tashlaydiganga na tajribamiz, na iqtidorimiz yo'q. Agar bir turkum kishilarni shunday iqtidor bilan tarbiyalagan bo'lgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi, dedim oldimda oddiy sodda o'ltirib kulimsirab turib mening gapimni anglayotgan sal simizrak kishiga. Xalmurod, hech qanday bir hokimiyat o'zining hokimiyati ostida undaq bir yoshurun hokimiyatning bo'lishini xolamaydi. Bir davlatning egilik huquqi shu davlatning ichidagi barliq bexatarlik masalalarini o'zining hal qilishini, boshqa birining aralashmasligini oldingi shart qildi. Sizning deganlaringizni shunga hech qanday bir davlat qabul qila olmaydi. Agar Uyg'urlarning o'zining kontrol qilgan territoriya doirasi bo'lgan bo'lsa, shu joyda shunday bexatarlikni saqlash ehtiyojini qondirish uchun boshqalardan shunday yordamni talab qilsangiz, u chaqda zamoniy va makonini topgan bo'lasiz. Dedi mening so'zimdan cho'chib ketmay, aksicha menga aldirmay so'zlab. O'qiyotgan kitoblarimdan va munosabatlardan davlatning nima ishkanligini asta-asta tushunishga boshlagan, hech kimga aldirab, baho berib, hissiyotim bilan hukm chiqarmaydigan bo'lishga boshlayotgan edim. Davlat ma'lum bir jug'rofiya doirasiga hokimiyat yurgizadigan, qonun chiqaradigan, ma'muriyat ijro qiladigan sistem bo'lib, uni shundaq bir jug'rofiyada shundaq huquqlarni yurgizish haqqini boshqalarning e'tirof qilishi bilan egilik huquqqa ega bo'ladi ekan. Uyg'ur tiliga turkchadan kirgan istixborot so'zi amaliyotda Uyg'urchada aql deyilsa texmi muvofiq bo'ladi deb o'ylab qoldim. Chunki istixborot shundaq uchurlarni to'playdigan, shu uchurlarni aql omborlari va strategiya tadqiqot o'rinlari analiz qilib, qaror chiqaruvchilarning yetarli uchurlar orqali qaror chiqarishiga yordamchi bo'ladigan bir organ ekan. Uning qorong'u taraflarini bu yerda demisam-mu, kitobxonlar, kinolardan ko'rib tunishib bo'lgan deb o'ylayman. Men poytaxtga mang'digan bo'lib qoldim, deb uchur qildim savdogar do'stimga. U mening qanday planlarda kelganligimdan xabarsiz bo'lg'achqa, meni shunda rohat holda faoliyat qilyotidi deb o'ylaydi. Menmu amaliyotda shunda holatda harakat qilishni eng bexatar usul deb o'ylag'achqa, hech kimga qayerga berib, qanday qildiganligimni aniq demagan edim. Shu kuni kechda aka og'inam bilan, savdogar do'stim bilan bir qancha kishi birlikda Uyg'urlar ko'proq bo'lgan bir rayonda choy ichib o'ltirib, atisi atdeganda mangdiganning biletini oldik. Biletni udulsiz aka do'stim ilib berdi. Xalmurod, siz jafo tortyapsiz. Biz buncha qilmasak sat bo'la, dedi mening rahmat aytganligimga javoban. 2 yil jarayonida 26 davlatga borgan edim. Ba'zi davlatlarga faqat bir qitim borgan bo'lsa, yana ba'zi davlatlarga 7-8 qitim borgan edim. Angliyaga 4 qitim, Belgiyaga 8 qitim, Shvetsiyaga 5 qitim, Norvegiyaga 8 qitim, Estoniyaga 12 qitim,
Germaniyaga 8 qitim barğaydım. Səfər chiqimimni özüm kötürətdim. Uyg'urlardan ko'ngilni izhor qilgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Qurban hayitdan burun Norvegiyadan men azaldan ko'rib boqmagan biri menga u yerdagi jamoatdan pul yig'ib avatib berdiganligini aytib, 900 yevro pul avatib berdi. Keyin yana 200 yevro yig'ilganligini aytdi. Ammo uni avatib bermagan edi. Menmo so'rashdan xijil bo'ldim. Chunki boshqalardan pul so'rab odatlanmagan edim. Yaponiyadan bir Uyg'ur qizi o'zining yiqqan pulidan 2000 dollardan ortiq pulni avatga edi. U pullarni shu safarlarda ishlatdim. Ammo chiqimning ko'p qismi o'z xarajatimdan chiqqan edi. Universitetlarga leksiyaga borganda ba'zida ular yo'l xarajati bilan tomoq chiqimimni ko'tarsa, ba'zida o'zimdan chiqatdi. Davlati yo'q bir millatning ishini qilish tas deb kulatdim. Mendan so'rganlarga Fukam, ülükün yolda qalsımı yaman boptu, deb dua qilib qo'yishdan boshqaga yarmaydi. Nimaga hamma narsani atab buncha qilib ketsan? Bu davo uzun davo. Bunda qilsang davomlashtira olmaysan, deb menga tasalli va tarbiya berdi bir akamiz. Uning deganlari o'rinliq edi. Ammo u men ko'rishgan kishilar bilan ko'rishmagan. Ahvolning qanday yerga bordiganligini men anglagan uchurlar orqali tushunishga qodir bo'lmagan biri edi. Men charchagaydim, bellarim talgan, ruhim tushkunlashgan, irodam susashqa boshlagan edi. Har qitim hayot xavfiga uchirganimda, har qitim bir mushkullarga uchrab yolg'iz qolganimda, shundoq azoblanib o'zimga. Bo'ldi. Men qo'limdan kelganini qildim. Boshqalar hayotini davom qilib yashaydi ekan, menga nima qo'ydi? Menmo to'rga chiqib, u yerga bordim, bu yerga bordim, yilda bir qancha parcha rasm chiqarib qo'yib, balan biqib, ayolimning ko'nglini ilib, oilam tutib o'ltirsam bo'lmasmidi? Deydim. Ammo qilolmaydim. Ba'zida o'zimdagi shu johillik sababidan bundaq ketaverishimning oxiri mening oilamdan, farzandlarimdan, hatto men so'ygan millatimdan ayirib, yolg'iz qo'yishni tasavvur qilib seskinibmi ketatdim. Bo'libmi, shu davlatning poytaxtiga borganda orqamga tushgan kishilarning qandaqdir bir yomon niyatda orqamga tushganligidan gumon qilgandan keyin texmo shundaq his qilgan edim. Xalmurat, siz charchab qapsiz, mencha aram eling, dedi savdogar do'stim, mening orqamga tushgan kishilarni xuddi men tasavvur qilib chiqib olgandek. Uning menga ishonmaganligi, hayotim eng cho'ng xavfga uchrayotgan vaqtida mening so'zimni jiddiy ko'rmaganligi meni bek umidsizlantirgan edi. Kallam menga, Xalmurat, ko'rdingmi? Sen o'lib tirilishing bilan xalqning chattig'i yo'q. Sen shundoq davom qilsang bo'lmadimi? Nima qilasan o'zingni buncha isrof qilib? U yerdagi kishilarning qaytarilishining oldini to'sib qoldingmi deyli. Biri kelib sana rahmat aytish notayin. Haqiqatan shu sening yordamingda saq qolganlar yana kelib sening orqangdan pichoq urdi, deydi. Ruhim bo'lsa, Xalmurat, to'g'ri ishni qilyapsan. Hech kimning qalisiga uni isbotli qilib, har qaysi davlatlarning diplomatlariga sunish orqali u davlatga diplomatik bisim tushirib, ularni Xitoy bilan yoshirin bir kelishimni ijro qilishni to'xtatish qalisiga kelmagan bo'lishi mumkin. Balkim bu ishni sen yolg'iz qilyapsan. Amdi Zinnatguldan yana birining chiqishini sening ruhing ko'tarmaydi, deydi. Karvatdan eg'ir badanimni ko'tarib sirtqa qarab mangdim. U davlatlarning elchixonalarining ishigidan kirmay turib, qandaqdir qahva xonlarda ularning xodimlari bilan ko'rishdan zerikkan edim. Yeshi tixi 30 ga bormagan elchixona xodimining gapini anglab, diplomatik jumlalarni takrorlashi meni charchitgan, hatto umidsizlantirgan edi. Kashki, men bu ishlarni xabarsiz holda beg'am yashayolgan bo'lsam, hech ish bilan korim bo'lmasa, hech ishga aralashmasam, bexatar bo'lsam, o'lim xavfi burnimga purmasa, u qitim orqamga qancha odamning tushganligini bilmayman. U savdogar do'stim bilan shaharning o'ttirdagi maydonda boshqa bir qancha Uyg'urning hamrohligida uchrashganimizda atrofimizda shunday kishilarning o'g'irlikcha rasmlarga elayotganligini ko'rdik. Hiliqi aka og'inammi shu yerga kelganda u menga Xalmurat bo'ldi, mencha ishingiz tugagan bo'lsa tez qaytib oling, dedi. Va yana bir shaharga boradigan biletni ilib berdi. Aeroportga tunji qitim ko'rishgan bir Uyg'ur yigiti bilan billa berib, toki men aeroplanga chiqib bo'lguncha men bilan billa turdi.
Yana bir shaharga berib olgandan keyin u yerda bir qancha kun rohat turib orqamga tushganlarning g'oyib bo'lganligini jazm qilgandan keyin do'stlarim bilan xotirjam ko'rishib bir qancha kun o'tkazgandan keyin bir qism materiallarni qo'lga tushirdim. U qitimliq safar meni bak charchatgan edi. Men yaxshi ko'radigan bir davlatda undaq bir muomalaga uchrashni orzu qilmaydim. Ammo u yerdagi qarindoshlarimning bexatarligi uchun shunday qilishga majbur edim. Sizning atiki muxbirlarni kutilish yig'inida nima so'zlaydiganligini so'rayotidi, deb jiddiy talaffuzda telefon berdi. Men bilan birlashib muxbirlarni kutilish yig'inini o'tkazmoqchi bo'lgan do'stim. Kim so'rayotidi? Deb so'radim uningdan ahvolning jiddiyligini pamlab. Chunki atisi o'tkaziladigan muxbirlarni kutilish yig'iniga ko'p tayyorlik qilgan edik. Chet el axborotining muxbirlarini va yerlik gazetlarning muxbirlarini taklif qilgan edik. Ichki ishlar ministrligining muavin ministri deb javob berdi menga yana jiddiy talaffuzda. U do'stimni tanqisliqda qo'yg'im kelmadi. Agar Yevropadagi biror davlatning menga shunday qilgan bo'lsa, ularning talabini rad qilgan bo'lardim. Yodimga Yevropada o'tkazilgan bir qadimliq cho'ng yig'inda Allohu akbar deb takbir aytib to'lashgandan keyin meni shu davlatning istixborotidan avatilgan ayol xodim ayrim chaqirib, "Xalmurod, bilishimcha sizning faoliyatingiz bu faoliyat bilan bevosita munosabatsiz, shundaqmi?" deb so'ragaydi. Uningga ishning bosh oxirini tushundirgandan keyin u menga o'zining boshqalarning anglaganlarini aytib, mening bexatar his qilayotgan yoki biror bearomchilikda bo'layotganligimni so'radi. Albatta, bundaq so'rishi men Berlinda kompyuterimni yutirib qo'ygandan keyin aloqalashgan xodimga bexatar his qilmayotman deganligimdan ishkanligini biletdim. Uningga bexatar ishkanligimni aytib, rahmatimni bildirgaydim. "Buludu, men avatib beray" dedim va u davlatni ayblab yozgan 2 qurni uchirib etib avatib berdim. Ularning tekshirishidan va tasdiqidan o'tgandan keyin atsi faoliyatimiz muvaffaqiyatli boshlandi. Ammo faoliyatga qatnashishimiz deb va'da qilgan u davlatdan chegaradan chiqish buyrug'i topshirib olgan kishilar so'rinda yo'q edi. Faoliyat haqida so'zlayotganimda u davlatning istixborotining xodimlari so'rinning orqada o'ltirib, ko'zimning ichiga tikilib qarab, menga hayva qilib bo'lib, maqsadiga yetdik deb qanoat qilgandan keyin chiqib ketdi. Ularning qilmishini to'g'ri tushunatdim. Ularmi o'zining milliy manfaati uchun shunda qilayotgan edi. Uning ustiga bu ularning xizmati va vazifasi edi. Menmi o'zimning milliy manfaatini qo'g'dash uchun harakat qilayotgan edim. U davlatga bo'lgan muhabbatim hargizmi Uyg'urning milliy manfaatini qurbon qilishimga sabab bo'la olmaydi. Ular har qancha dindishim, tildishim bo'lsa-mu, Uyg'urning milliy manfaatini qurbon qilish badaliga o'zining manfaatini qondirmoqchi bo'lganligi men uchun xato va jinoyat edi. Bu ularga bo'lgan o'shmanlikka sabab bo'lmaydi, ammo milliy manfaatimizni qo'g'dash uchun harakat qilishimning turtkisi va sababi edi. "Xalmurod, kechiring, vaqtida kelolmaydigan bo'ldim. Ko'chmanlar idorasini chaqirtgan edi. Shu yerga bormay amalim yo'q bo'lib qoldi. Sizning faoliyatingiz bilan o'xshash vaqtda chaqiribdi. Borsam, Xalmurodga bek ishinib ketmanglar. U degan Uyg'urlarning orasida tug'ilib cho'ng bo'lgan Yahudi, Isroiliyaga ishlaydi, deydi." Buni anglab hayron qoldim. Dedi menga kelishga va'da qilgan biri telefonda nimishqa kelmaganligini tushundirib. "Xalmurod efendim, sizning faoliyatingizga kelolmaydigan bo'ldik. Sababini mencha bilib bo'ldingiz", dedi shu davlatning yerlik muxbiri. Uningga bu xabarni berganligiga bo'lgan rahmatimni aytib faoliyatni davom qildik. Zal ichi 70 dan ortiq kishi uchun tayyorlangan bo'lsa-mu, ammo yana orqadagi 1-2 rat quruq qolgan edi. Sababini u yerga avtobusda keladigan yer ekanligi, orliqning yiroqligi deb tushundirdi bir ochimiz. Uning tushuntirishiga rahmatimni aytib, ularni muxbirlar bilan tunishtirib, o'zim bir yoqda yana bir yosh Uyg'ur faoliyatchi do'stim bilan mungdushib turdim. Faoliyat har holda muvaffaqiyatli bo'ldi. Shu faoliyat jarayonida yiqqan materiallar bilan qo'limdagi materiallarni to'liqlab, u davlatning haqiqatan qandaqdir bir yo'shirin kelishim bilan Uyg'urlarning 3-chi bir davlatning fuqarosi ko'rsatib, Xitoyga 3-chi bir davlat orqali qaytarganligini aniqlab chiqqan bo'ldim.
U davlat shu sababdan diplomatik bisimlarga uchirgan, Yevropadagi davlatlar oldidagi obraziga ta'sir yetganligi uchun Uyg'urlarning orasidagi odamlari orqali mening Uyg'urlar orasidagi ta'sirimni ojizlashtirmoqchi bo'lganligi, keyin shunday harakatlar orqali menga turli chapallarni kiydirish orqali o'ch ilishi mening u davlatning hukumatiga bo'lgan hurmatimni o'ltirgan edi. U davlatning bizning faoliyatimizni tunishtirib qo'ygan xabarida mening ismimning tilga ilinmasligi, hatto shu davlatdagi Erkin Osiyo radiosining muxbirining mening ismimni chinqilib turib, xabarning oxirida yugur yetimga chapqanlar sahifasi degandek bir yerga qisib qo'yishi, u davlat hukumatining Uyg'urlar orasidagi qo'lining qanchalik ching yerlardan tutib olganligini mening tunib yetishimga fursat bo'lgan edi. Balkim ularning hukumatining meni yomon ko'rib qilishining yana bir muhim sababi mening Suriyadagi yetim bolalarni yetimxonaga o'rinlashtirish harakatida ularni tutib turayotgan kuchlarning ba'zi odamlari bilan aloqalashganligim bo'lishi mumkin. Xalmurod, 30 ming dollar bersa qo'yib etib chegaraga opirib qo'yamiz, degaydi Germaniyadagi ishxonasida tamakisini chekib putini olmab o'tirgan kishi. Ularning mening Uyg'ur bo'lganligim uchun mendan gumon qilishi, meni yomon ko'rishni to'g'ri tushunatdim. Xuddi Uyg'urlarning Xitoylarning yomon ko'rishiga bu sababdan hatto Xitoy davlati garajdani bo'lmagan, ammo Xitoy intik bo'lgan boshqa davlat fuqarolariga hissiyot jihatda ishonch qila olmasligimizga o'xshaydi. Uning maqtanib turib gap qilishiga rostimni desam, havisimmi kelib qolgan edi. Ularmo bizga o'xshash davlatsiz millat. Ammo ularning kontrol qilgan territoriyasi, u yerda asir olgan odamlar bor. Ular davlat emas, ammo davlatga o'xshash kuchi bor edi. Uning meni mansitmay qarshi meni beoram qilsa, ularning kontrolligidagi rayondagi asirlar orasida norasida Uyg'ur bolalarining ota-onasiz, bir yulanchuksiz qilishi yuragimni ezatdi. Uning bilan ularning taqdiri haqida so'zlashga majbur edim. Ammo men hech kimning vakili emas. Hech kimga vakilmi bo'la olmaydim. Faqatla Uyg'ur Uyg'ur ota, ikki bolaning otasi bo'lib suhbatim bilan mening bolalarimga o'xshaydigan, o'zining qayerda tug'ilishini, qandoq ota-onadan tug'ilishini qaror qila olmaydigan shu norasidalarning hech qanday gunohsiz, ota-onasiz yetim bo'lib qilishi, ularning hayotining har bir daqiqada tahdidda ekanligi meni tamtiratgan. Otaliq muhabbatimni uyg'otgan edi. Xalmurod, Suriyadagilarni qutqizish davlatlarning qo'lidan kelmaydi. Siz bek cho'ng ishga isilib oldingiz, deb askartdi men massas so'ragan bir akam. Uning deganlarini tushunatdim. Ammo ularning ashu norasida bolalarning haqqini qo'g'dash uchun hech kimning haqiqiy harakat qilmasligi mening ichimni siqqan edi. Aka, men u yerda urushqa qatilganlarni qutqizman demadim. Ularni qutqizish balkim hech qanday bir Uyg'urning qo'lidan kelmasligi mumkin. Ammo texi quromiga yetmagan, urushda ota-onasidan ayrilib, musofirlarning orasida bir kuni uning kapsida, bir kuni buning kapsida yetib hayot qolgan, bir kuni u bir qacha tomoq bersa, yana bir kuni bu bir qacha tomoq berib, jinini saqlayotgan shu bichora bolalarni qutqizayli devatman. Ular u yerga o'z ixtiyori bilan bormagan, ota-onasiga agishib borgan. Ularning ahvolini u yerdagi kishilardan uqdim. Shundoq O'rta Osiyo chiroy bolalar ko'p deydi. Ular arabcha gap qilgan bo'lib ketibdi. Ularga homila bo'lgan otasimi, opasimi yo'qkan. Shu yerga berib kelgan angliyalik bir muxbir bilan ko'rishdim. Ularning ahvoli yaxshi emas deydi dedim. Bu akamga javoban. Uning mening mush ish sababimdan beshimga ish tepib olishimni xohlamaydiganligini biletdim. Uningga minnatdor edim. Meningmi u yerdagi quromiga yetganlarni qutqizib chiqishga ko'zim yetmaydi. Shunlashqa ularning hech qaysisi bilan aloqa qilmagan, uchurlarni bevosita shularni kontrol qilayotganlardan yoki shu yerga berib kelgan muxbirlardan olgan edim. Odam o'zining atrofidagi kishilarning oddiy chapinining ichida nima borligini bilmay qoladi ekan. Menmu uzundan beri tunuydigan, zerikkanda billa choy ishkash mo'ngdishadigan bir do'stimning qandoq bo'lib shularning muhim odamlarning biri ekanligini bilmay yuribdi ekanman. Bir kuni may qashlash punktning qahvaxonasida uchrashib qilib, uning yurti va Uyg'ur yurti haqida so'zlashib etib, uningdan "Bilamsan, bizning kontrol rayonimizda asirga tushgan Uyg'urlarmi bor?" deganti anglab uningga.
Sen qandaq bilsən? Deb yandırıb sordum. Onun chiroyidagi hayronlik meni hayron qoldirgaydi. Xalmurod, sen mening qandaq odamligimni bilmamsan yoki xufsalik qilyaptamsan? Deb yandırıb sordi. Mendin istakandagi chiyni qo'shiqda ilashtirgach, uning chiroyiga qayta sapsilib qarab atgandan keyin uningga kulimsirab turib, "Voy bilmaydiganman, sen zodi qandaq odam? Men texi seni mush yerda oshxonasi shirkit bor biri debla yuriyman." dedim uningga rostchilik bilan. U menga beshini chayqab turib, "Qaraganda rasmlaringni qaramaydigan o'xshaysan. Men bu yerda savdogar, u yerda qo'mondon", dedi menga mug'ambirlarcha kulib qo'yib. Darhol telefonimni elib, uning Facebook betidagi rasmlarini oralashga boshladim. Uning rasmlarini ko'rib hayron qolgan edim. Uning harbiy qo'mondon ekanligini bilib, uzun yillardan beri taniydigan uning oldida sal hiyiqqandek bo'ldim. Gap shuning bilan boshlanib qolgaydi. Keyin ularga ko'p yordam qilgan yana bir davlatning elchisi bilan ko'rishib, uning orga kirishni qo'lga keltirgandan keyin Amerikaga berib, ularning kontrol rayonining yaqindagi davlatdagi shulardan avtonom rayonining poytaxtiga qurib olgan yetimxonlarga iqtisodiy jihatdan yordam qilayotgan jamiyat bilan so'zlashib, ularning Uyg'ur yetim bolalarini shu yetimxonlarga elishni qo'lga keltirish uchun Amerikaga safar qilgan edim. Keyin yetimxonlarning qurilganligini, u yerdan ba'zi yetim bolalarning ilib ketilganligini, O'rta Osiyo chiroy bolalarining shular orasida borligini xabar tepib, u ishning muvaffaqiyatli tamomlanganligini Baltiq dengizi bo'yidagi qahvaxonada yolg'iz o'ltirib, to'lqinlayotgan dengizga qarab soatlarcha o'ltirib tabriklagan edim. Unda xushallik kayfiyatini tasvirlashning yeziqda qanchalik tasligini hozir bilyapman. U rohat kayfiyat, u muvaffaqiyat kayfiyati, u qanoat kayfiyati kishini ajoyib huzurlantiradi. Undaq kayfiyatga minglagan kishining madhisi bilan yetolmaysan. Undaq kayfiyatni shundaq yolg'iz o'ltirib, yiroqlarga qarab, achchiq qahvani bir o'tlab bo'lib, ko'zingni yumib, shamollarning ovozini anglaganda his qila olaysan. Xalmurod aka, nimishqa hech qanday yerdan yordam puli iltimos qilmaysiz? Deb so'rdi bir yosh yigit men bilan o'ltirib choy ichgach. Uningga qanday tushuntirishni bilolmadim, chunki buni tushuntirish undaq osonga to'xtamaydi. Birga tilimning bog'lanib qilishni, shuning tamasida oyog'imning qisqa bo'lib qilishni xohlamayman, dedim uningga. Bu gapim balkim uningga mug'ambirlikda tuyulishi mumkin. Rostimni aytsam, biror turni iltimos qilib shuningga berilgan iqtisodda ishlarini davom qilsam bo'ladi. Ammo Yevropadagi nurg'un davlatlar texicha bizning maslimizga biz tasavvur qilgandek darajada qiziqmayotgan edi. Ular Amerikaning puli bilan harakat qilishimni, Amerikaning sadosi uchun ish qilganlik deb qilishi mumkin. Ammo yana bir muhim masala, bizning tashkilotda aktiv harakat qilayotgan menla edim. Ko'rishlarga bordig'inimi, faoliyatlarga qatnashadiganimi, materiallarni tayyor qiladiganimi men edim. Undaq bir iltimosni qilganga balkim qurbitim yetmasligimi muhim sabablarning biri edi. Xitoy Uyg'urlarni zo'ravon deb tasvirlaydi. Shunglashqa nurg'un kishilar Uyg'urlar Xitoyning beshini og'ritayotgan musulmonlar deb qaraydi. Xalmurod, sizningcha Uyg'urlar rostilla Xitoyga qarshi urush qilishni xohlamdi? Deb so'radi yosh Uyg'ur yigit bilan billa ko'rishgan yevropalik siyosatchi. Xitoyning bizni yomon ko'rsatayotganligini hammamiz bilamiz. Rostini aytsam, bizning masalamiz diniy e'tiqod masalasi emas, diniy erkinlik masalasi. Bizning bir butun milliy masalamizning bir qismi. Xitoy bizni millat sifatida yo'qotmoqchi. Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish siyosati nihoyat tafsili va inchiklik bilan tuzilgan. Ehtiyotchilik bilan ijro qilinayotgan insoniyatga qarshi jinoyat. Men Uyg'urlarning buningga qarshi o'zini qo'g'dash harakatida bo'lishini tamoman haqliq deb o'ylayman. Albatta, men zo'ravonlikqa qarshi, ammo bizning o'zimizni qo'g'dash haqqimizni zo'ravonlik deb ta'riflash adolatsizlik bo'ladi. Agar bizda shunday kuch bo'lib, ular bizni bir mush ursa, bizmi ularga bir shaploq bilan javob beralganda, Xitoy ustalning qarshisida o'ltirib, masalani haqiqiy hal qilishni biz bilan maslahatlashishi mumkin. Xitoyning masalani yolg'iz hal qilish chorasi Uyg'urni yer sharidan yo'q qilib etish, deb javob berdim. Bu gaplarimni anglagan Uyg'ur yosh cho'chib ketgan edi.
u siyosatchi bilan texmo amaliy, tez hal qilg'ili bo'ladigan va uning siyosiy hayotiga daxli bo'lmaydigan, davlatining Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatini kirzisga patqizmaydigan ishlar to'g'riliq so'zlashib bo'lgandan keyin qaytadan qo'l ilishib chiroyliqcha salomlashgandan keyin xo'shishib bo'lib o'rindiqqa amdila o'ltirishimga. Aka, siz ajoyib gap qildikansiz jumo, qo'rqmaylar. Kuchimiz yetsa urishatdiq deysiz-ku. U bizni qandoq o'ylab qoldi? Dedi menga andisin aytib. Uningga yolg'on aytishimning nima hojati? Uyimga o'g'ri kirgaydi, ajamga chiqilayotganda xafa bo'lmay chiqib kelsam bo'ladi desam, burnimga birni qo'ydi deb yig'lab beradigan odatni dadam rahmatlik menga o'rgatmabdi ekan, deb javob berdim uningga kulib turib. U gapimni anglab kulayotgandan keyin menga andisini yana izhor qildi. Ukam, bizning millatimizning beshiga kelgan ish har qanday birining beshiga kelsa, ularningmi g'azabda bo'lishi normal. Men ularga Uyg'urlarning shunday g'azabining borligini, ammo bizning döt emasligimizni, ishni tartibi bilan qilishni bildiganligimizni bildirib qo'ydim. Uni yoshirishimizning nima hojati? Haq bizga Uyg'urlar g'azablanmaydigan kishilar ekan, shunga ularga yordam qilayli demaydi. Ular bizning inson bo'lganligimiz uchun, bizga haqiqiy ko'ngil bo'lganligi uchun, o'zining manfaatiga uyg'un bo'lganligi uchun yordam qiladi. Shuncha ish beshiga kelib g'azablanmaydigan millat bo'lsa, kimli bo'lsa, yo'qolib ketsa-mu, hech kim to'ymay qolgan xalqlar ekan-ku, deb qilish mumkin. Dedim o'zimning o'ylaganlarimni izhor qilib. Ammo uni qoyil qila olmadim. Uning nazarida bizning unda xiyollarda bo'lishimizmi tinchlik dushmanligi qilganligimiz bo'ladi ekan. Uning darsini va ta'limini yarim soat anglab bo'lib, vaqtni to'shqizgandan keyin keyingi uchrashish uchun ketib oldim. Uning deganlarini xato demaydim. Ularning hammasi men ishonadigan prinsiplar edi. Ammo bir o'xshamasligimiz men tinchlikning o'zaro hurmatdan kelganligiga ishonatdim. Shundaq uchrashishlarda ko'p bo'ldim. Rost o'yganlarimni deyishdan tap tortmadim, chunki tap tortishimning hech hojati yo'q edi. Hech bo'lmasa, ularning bu millatning birining og'zidan bo'lsa-mu shundaq gaplarni anglashi, ularga bizning normal insonligimizni eslatsa ajab emas deb o'ylaydim. Balkim shu qarashlarim sababli yetim qilishim, hatto keyingi kunlarda asabiy qalpog'ini kiyib qilishim mumkin. Ammo rost gap uchun kiyilgan har qanday yirtiq qalpoqmi beshimga yarashidi deb o'ylayman. Shundaq qilib bugungi o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr, xush, Alloh omonat.